Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körürmenler. Kur'an ve Sünnet Nurida İslam programımızın 3. sani görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körürmenlerimiz, hem Allah'a malum boğandak, yeni başlayan bu programımızda bazı bir cemiyetimizde elbette pat oturga çıkıvatkan bilimsizlerce halkımızın dini seviyesi yukarı bulmagan kişilerini hılma-hıl kaymak duruş usulü bilen hatta Kur'an ve sünnet namıdın, din namıdın kaymak duruşqa urunuvatkan ictimai fikir vasıtlarında pat aldığımız uçurap durduğun meselelerini Kur'an ve sünnet nuru astıda ustazlarımızın teklif kılıp düşündürüş için başlayan bir programımız. Bugün inşallah 3. sanımızdan yüz görüşüp durduk. Tünügün elanımızı belgendek bugünkü temimiz şübhiyle reddiye. Vaktimizin yetkinci bir kança meselelerini oturga koyuşqa tirişimiz. Bugünkü programımızın aziz mihmalları Şarkı Türkistan Ölümala Birliği'ninki tədqiqat müdiri Ustaz Muhammed Yusuf Ustaz Kepaydı şunaqla Ölümala Birliği'nin azası Abdullah Hatafiz Ustaz Kepaydı. Kıymetli vaxtını çıkarıp Kepaydı için köp rahmet eytiniz. Allah razı olsun. Adil görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Nəq Meydan'dan tarqıtılıvatıdı. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şunaqla ictimai fikir vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar har qandaq fikir təklif bolsa, berişinlarni, suallarına bolsa, soruşunlarni ümid qılımız. Şunaqla köplegen qeyrindaşlarımızın paydalanışı üçün hem bəherləb qoyuşuna, hem unutmağa istər. Elbette 20 minutlik keçib qaldıq, keçirim sorayımız. Bunda olsa bir vasıta başlayıp kessek, hürmetlik Muhammed Yusuf Ustaz'dan başlasam birinci sualımni. Elbette şu şübhiyle oturup koyuluvatkan, milletine kaymuqtırışqa urunuvatkan meselelerden birisi. Yani biz itiqat kılıvatkan bu İslam medeniyetinin ki Arap medeniyeti degендek meselelerine pat oturup koyuldu hem de. Müşahide bir düşüncelerini oturup koyuldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmain. Aşında sefsetliler biz küçük vaktimizde maşında Batı çet elge çıksak mı yanımıştağılığı dingi 3 kişiler terpeden Arapki 3 oldak degen bahane bilen ayda yögep maşında gapını takıp yürüdendi. Endi medeniyet degen asli her qanday bir milletninki bir yaratgan medeniyeti boldu endi. Medeniyet insanlar şu tarihi teraqqiyatı jarayonida özleri yaratgan maddi ve manevi baylık ve utuklar eken medeniyet deyince ya ki maddi olsun ya ki manevi olsun şu utuklar medeniyet genemdi. Endi biz bu Araplarni şu çağda İslam'dan burunki Araplarni ya medeniyet ya maddi medeniyet yok ya manevi medeniyet yok ya ki bizimki mesela Kuçadaki dek ming öyleri yok mesela ya ki Turpan'daki karizleri yok ya Mısır'daki piramidaları yok. Zaten o piramidanı bu kılganlar Firavunlar bu Araplar kin Mısırlıklı kin Arap boğan hem. Demek Arap'ın başka ügünüdüğün hiç nesi yok hem de. Ya manevi cihetten ya maddi cihetten. Hem de bu Araplar her taraftan şuna katmanlık olan aynı kalak yaşayıttı siyasi cihetten, ictimai cihetten, iktisadi hem cihetten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah Teala alemlerge rahmet kılıp evetkendiğin keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam devletini kuruş arkalık Medine'de İslam medeniyetini berpa kıldı Allah'ın emri bilen. Medine degen gap mı? Esri bu şehrin ismi Yesrib. Medine dep keyin özgertişti bu. Medine bilen medeniyet degen gapning oturusda bir zişlik nima bor. Mesela bir yıldızdan kildi. Asli Medine degen gap Arapçada okumuşluk, bilimlik adamlar cık yerleşken çoğun şehir degan bo'lgan. Medine degan gap. Şu ma'no bilan Medine Munavvara deb atalgan. Demek şu yerda 6. asrda İslam medeniyeti başlangan. Biz şundan başlap şu yani
bizning ajdodlarimiz hamda 950-yildan boshlab musulmon bo'ldi ya. Bizga kelgani shu saq islom madaniyati bizga keldi. Islom madaniyatini biz qabul qildik. O Araplarninki madaniyati digil bo'lmaydi. Islom madaniyatini shunda qabul qildikki, biz uni shu milliy madaniyatimizdan jipslashtiryaptik. Xuddi ayrılib bo'lmayotgan shaklda masalan. Bu natija har tarafdan masalan tamoqning oldida qo'lni yuvish, keyin qo'lni yuvish, kunda 5 qatim tarat elish, so'rinlarga borgancha xushpuroq chechib berish va yuvinib berish deganga o'xshash. Demek nurgun endi. Endi bularniki biz burun endi bu İslam'da ügütüşten burun pas kelmedik, deytqanlı olsun. Andaq emas. Uçaqdan qolumuzni yuyamiz, yüzümüzni yuyamiz. Şunda ba. Lekin mani Allah buyurdu, Rasulullah buyurdu deb ajdodlar balalarga ügütüp ayndaq qilgan ekan. Bu hem milli hem dini bizning an'anamiz ve medeniyetimiz bo'lib bizga singib ketdi. Biz yani hiç vakit Arapların hiç nersini biz ügenmedik, İslam'ınkini ügendik. Onundan pəxirlenimiz. İslam'ınkini ügenip, üzümüzdeki bağ bilen bile bunu cipslaştırdık. Hem de onundan başka bizden kılgınımız şu iki medeniyetini birleştirip şu yaşadığımız. Bizden milli medeniyetimiz ile İslam medeniyetimiz cipsleş arkalık hiç kanda millette boğmagan şekilde şundan bir birlik geldi de. Mesela hazır Araplar olsun, başka milletler olsun, şularınki milli medeniyeti bilen dini, İslami medeniyetinin bizninkidek bunda cipsleşip, bunda ornuşup ketken, bunda bir şeklini göremeyiz hem de. Anda oğanıken bizni herkes bu Arap'ın medeniyetini kabul kılgan, ya ki bizning hazır Müslümanların kötürüvatqını bu Arap'ın medeniyeti diyen gap tüptün yalgan gap. Biz İslam medeniyetini kabul kıldık. İslam medeniyetini kabul kılıp üzümüzdeki kattık, beyittik şu. Hoş. Allah razı olsun. Hakikaten dinimiz bu İslam mı yani alem şumul bir kül insaniyetke evetligen din boğan diken. Bununla kirgen her qandaq millet, qaysı milletten olsun. Özünün içinde baş şu millette boğan güzel ahlakını qoğdap qalgan şekilde İslam'ın güzellikini özleştirip koşudu da yaşaydı da dünyanın nereye qarsak ona qarab baxsaq yani. Hoş ustazım de Abdullah ustaz şu hadis, sünnet ve şu rivayet meselesi mi nurgun bu sözler hakkında nurgun sefsetler oturup qo'yilganimiz ma'lum bo'lgandek. Bu sözlerden maksat bir tushuntirib o'tgan bo'lsa. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Hoş anda bir hadis, sünnet, rivayet diyen sözler biz dini sözlerde, kitaplarda işletimiz. Ama alam halkçık bilmeydi bununki hakikatini. Bilmeyendikin bunu bu azgılla kişilerin azdırış için vay hadis degen unda degen boldu, bunda degen boldu, sünnet degen unda degen boldu dep biz maksat kılmagan manalarda. Bulup mu rivayet meselesini bizden Uygur tilindeki rivayet söz çöçek o bu dep muşundaq manalarda kişilerini azdırıp ketip bardı. Şunun için halkımızga endi bu meselenin teki-tekini bir nima kılaylık. Endi her kandak söz başka tillerde mı? Her kandak bir sözünki bir o sözünü icat kılgan, işletken bir lügat manası olurdu. Hoş. Ondan keyin o her xil fen ilimlerde o sözüne bir mananı maksat kılıp işletirdi. Şunun için biz bir sözünki lügat manası deymiz. O sözün asli çıkarılgandaki nima qilgan mana. Bir de istilah manası yani termin manası deymiz. O her fanning özününki nima maksat qilganligini ishlatgan mana. Xo'sh. Bu nimadan aytsak hadis degan so'z bizningki bu lug'at yani arabcha lug'atda bu hadis degan söz degan bo'ladi. Hadis degan gap asli söz degan bo'ladi ma'nosi. Bir odam gap qildi, haddisudan keladi. Hadis bir odamning qilgan so'zi, so'z. Xabar yani bir yan ep kelgan xabar yoki bir yangilik, yangi bir narsani hadis deydi arablar.
bu lügat manada bu manada keldi. Misal örnek versak, mesela hadisuke mufidun desa, bu yerdeki hadis senin sözün faydalık degan bo'ldi endi. Söz degan ma'noda oldu. Hal atake hadisul g'ashiya deydi Qur'onda. Bu yerda nimaninki qiyomatninki xabari sana keldimi demakchi Alloh taolo. Bu yerdagi hadis degan gap xabar, ma'lumot ma'nosida. Yana masalan hozirgi modern nimada ishlatilayotgan arablarning ishlayotgan yangi paydo bo'lgan ilm fan texnikani ulumul hadisa deydi. Yangi ilm degan yangi ma'noda. Ana bu lug'at ma'nida arabchada bunda ishlatildi. Endi arabchining bir alohidaligi shuki, bir so'z bir necha ma'noga keldi. Hamma so'zi shundoq. Endi arablar dunyo millatlari ichida eng so'zga boy, bir narsaningki eng kichik bir farq bo'lsa, uningga yangi bir so'z ijod qilgan bir millat. Xo'sh. Shuningga qilan turib, yana har bir so'z xilma-xil ma'nolarga keldi. Uning uchun biz bu ma'nolarning ichidan nimani maqsad qilganligini bilishimiz lozim. Hamda hadis ilmida buningki hadis so'zininki istiloh ma'nosida nimani maqsad qildi desa, Payg'ambar alayhisolamning so'zlarini, o'zi degan so'zlarini, Payg'ambar alayhisolamninki qilgan ish harakatlarini va Payg'ambar alayhisolamninki tasdiqlarini, ya'ni sahobalar qilgan, uni Rasululloh qabul qilgan. Xo'sh. Bularni undan keyin Payg'ambar alayhisolamninki sifatlarini, yani shaxsiyat sifatlari olurdu yoki qilgan ishlarda fazilat sifatlari olurdu, ma'naviy sifatlar. Bu sifatlarni bayon qilgan, bularni maqsad qilgan hadis olimlari bir narsani hadis desa. Hadis degan so'zdan demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, qilgan ishlari va tasdiqlari, buni taqrir deymiz va sifatlari. Xo'sh. Hamda bularni tadqiq qiladigan ilm bor, hadis ilmi deydigan. Bu undaq o'tirib chiqib qolgan, ko'chada ketib qolgan, anglagan narsani hadis deb qabul qilmaymiz. Xo'sh. Onunki bir metodi, bir usuli, bir asas tayinadigan ilmi var. Ama hadis ilmi deb bunu hadis ilmi deymiz. Bunun bilan shug'ullangan ulamo hadis, hadis olimlari deymiz yoki al-muhaddisun deymiz. Mesela bizga hadisni yetkazgan, hadisninki to'g'rimi, xatomi, sahihmi, emasmi buni nima qildigan. Shundaq kelgan so'z bu. Yani halkımız şunu biliş lazım ki biz ulamalar bir sözünü hadis desek, bu söz Resulullah'ın sözü olurdu. Xo'sh. Ya Resulullah kılgan işini anlattınız. Resulullah bunda qıptıken, bunda qıptıken de. Ya ki Resulullah'ın aldığı sahabeler bir işini kılgan, onu Resulullah ya ki red kılgan, bunda qısan bo'lmaydi deb. Ya ki onu kabul kılgan, bu vakanı anlatımız. Yani bizden hadis degandan maqsadımız bu. O lügat ma'nidagi o xabar, o bu degan gaplarni maqsad qilmaymiz biz. Albatta. Buni bilish kerak. Ikkinchisi hamda sunnat degan gap. Sunnat degan gap bu hamda lügat e'tibori bilan olsak, lügatda sunnat degan yo'l degan bo'ldi. Yine kanun degan bo'ldi. Qonuniyat deymiz. Nizam, kanun, hüküm degan ma'noda keladi. Buningki hammasi bu bizningki hadislarda nimalarda bu lug'at ma'nida kelgan. Masalan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha deydi Peygamber alayhisalom. Kim bir yaxshi bir sunnatni, ya'ni yaxshi bir yo'lni, yaxshi bir odatni paydo qilib qo'ysa, uningki savobini oladi. O yo'lda mangan odamning o savobini oladi deydi. Bu yerdagi sunnat degan gap yo'l, lug'at ma'nidagi degan so'z bo'ldi. Masalan, sunnatullahi fil kavn deymiz misal. Allah Teala'nın bu kainatda qo'ygan qonuniyati. Bu Qur'onda jiq keladi hamda. Ondan keyin sunnatullahi fil xalq, yani insanlarda, xalqda Allah Teala'nın hukmi. Bular hammasi lug'at ma'ni. Qur'on nimedeki sünnet sözünün lug'at ma'nisi. Hamda hadis, biz hadis olimlarininki istilahida
Bu sünnet degan gap nima desa, shu yuqorida degandek Payg'ambar alayhissalomning so'zlari, qilgan ishlari va taqrir, ya'ni sahobalarning qilganini qabul qilgan yoki rad qilgan ishlari. Bularni maqsad qildi. Sünnet degan gapdan hadis olimlari, ulamolar hadis. Endi buning yana bir fiqh ulamoları var. Hüküm chiqaradigan. Qur'on hadisdan hüküm chiqarib, amaliyat qilgan amalni. Bu olimlar sünnet degan gapdan nima maqsad qiladi desa, bu olimlar farz vojibning teshidiki, biz qilsak savob bo'ladigan, Payg'ambar alayhisalom qilishga tashviq qilgan, ammo qilmasa gunohlab unga bir jazo berilmaydigan yaxshi amallar bor. Xo'sh. Masalan, tartaganda o'ng tarafdan boshlash, og'zini misvak qilish degan o'xshash, namozning sunnatlari degan o'xshash fiqh ulamolar sunnat degan gapni buni maqsad qiladi. Ya'ni biz Uyg'urlar sunnat desak buni maqsad qilamiz, misol. O palani ish qilish sunnat, bunday qilish sunnat desak amaliy, ya'ni amalda qilgan ishni sunnat deymiz. Xo'sh. Endi hadis olimlarining istilohida sunnat degan gap hadis bilan o'xshash. Hadis degan gap bilan o'xshash ma'noda ishlatilganligi uchun bu ulamolar masalan bir narsaga dalil keltirmoqchi bo'lsa, kitob va sunnat deb qo'ydi. Kitob degandan Qur'oni Karim maqsad qildi, sunnat degandan yuqorida biz degandek Payg'ambar alayhisolamning so'zlari yoki qilgan ishlarini maqsad qildi. Yoki biz endi Uyg'urchada sunnat desa amaliy sunnatga aralashib qolmasin, kishilar bilmay qolmasin deb men to'lisi uni Qur'on va hadis deyman. Endi sunnat desak namozning sunnati, namozning sunnati deganga o'xshash aralashib ketmasin deb. Ammo hadis olimlari bo'lsin, boshqa olimlar bo'lsin, kitoblarda kitob sunnat desa, o nimani Payg'ambar alayhisolamning so'zlarini maqsad qildi. Bu ma'noni bilish kerak. Endi keldik rivoyat so'ziga. Bu rivoyat degan so'z arabchada, endi bu arabcha so'z ravo yarvidin chiqqan, kelgan bir so'z. Bu so'z she'r, xabar, bunday narsalarni og'zaki boshqalarga yetkazganni arablar rivoyat qildi deydi. Ravo zanjirsimon holatda birdan ravo falonun an falan desa, falonining og'zidan anglagan bir xabarni yoki bir so'zni boshqasiga yetkazdi degan bo'ldi. Og'zaki yetkazmak. Xo'sh. Bu lug'atda bunday ishlatildi. Lug'atda yana bu rivoyatni arablar bizning tilimizga kirgani mushu ikkinchi ma'nosi xiyoliy qissa. Adiblarning yozgan hikoyalari. Bizning tilimizdagi. Bizning tilimizdagi. Bu arabchada bu yana lug'at ma'nosida bu maqsad qilindi. Masalan, romanlarni rivoyat deydi, masalan, nimada? Ba'zi romanlarni rivoyat deydi. Ba'zi nasriy asarlar bor. Uni rivoyat deydi. Bu hammasi da'vat qilamiz, bu lug'at ma'nolari. Xo'sh. Yana bu rivoyatning yana bir ma'nosi sulmaq degan ma'nosi bor. Yani sug'urmaq, jiroqdan suv kelib sulg'an degan ma'no bor. Bu shunga o'xshash lug'atda jiq ma'noni ifodalaydi. Endi biz nimani maqsad qilamiz? İslam olimlarining maqsadi. İslam olimlari, hadis olimlari İmam Buxoriy rivoyat qildi, İmam Muslim rivoyat qildi, Abu Hurayra rivoyat qildi, Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qildi deb bunaqi bundaq nimani deb bo'g'lamagandan keyin shu gapni o'zi ishlatib ko'rib qolgan endi. Bu desa o'z quloqi bilan Payg'ambar alayhisolamdan anglagan, Payg'ambar alayhisolamning qilgan ishini o'z ko'zi bilan ko'rgan, bir voqeani ya bir so'zni yana bir kishiga naql qilganni, anglatganni, yana kishiga deb berganni, yetkazganni maqsad qildi. Abu Hurayra rivoyat qildi desak, misolga, Abu Hurayra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishida turib, Rasulullohning degan bir gapini boshqa bir sahobaga yetkazdi. Yani yo'q birisiga. Rasululloh bunda dedi, ya bunda ish qildi, ya bunda voqea bo'ldi, eshitdi deb. Uni deymiz biz rivoyatda. Rivoyat degan shuni yetkazgan degan bo'ldi. Bu ma'noda hadis rivoyat qilish degan gap hamda hadis ulamolarininki maqsadida nima Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yanida turib, onundan anglagan so'zlarni esida tutib olib, uni boshqalarga yetkazgan. O
sahabenin hammasi hamisha Rasululloh bilan bulab bulanmaydi. Ba'zi ishga ketadi, ba'zi ketadi. Endi bo'lganlar anglaganni darhol bo'lmaganlar yetkazadi. Shuni yetkazganni biz nima deymiz? Rivoyat deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ishlarini, qilgan ishlarini yoki bir masala so'rab keldi yoki bir qiyinchilik bir vaqa bo'ldi, uni qanday hal qildi. Bu gaplarni ko'rganlarini yetkazib berdi boshqalarga, bunday bo'ldi, anday bo'ldi deb. Buni biz rivoyat deymiz. Shunga bu nimada hadis kitoblarida sahabini hadis rivoyat qildi deymiz. O sahabe rivoyat qilgan sahabe nima deydi? Nima deb rivoyat qildi? Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganligini angladim deb turib rivoyat qildi. Yoki qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb rivoyat qildi. Rasululloh sallallohu dedi deb. Demak, ya'ni buni rivoyat deganimiz Payg'ambar alayhissalomninki so'zlarini, ishlarini o'zi anglab, onu yo'q odamlarga yetkazganni biz rivoyat deymiz. Boyaqa so'z cho'chak yozilib qolgan yoki bu yerda nima qilib qolgan gapni biz rivoyat demaymiz. O ig'zida rivoyat bo'lsa, maqsad emas. To'g'ri. Bizniki hadisni rivoyat deyishimizdan maqsad hamda bu nimada endi anglatamiz bundan keyingi programda rivoyat zanjir saman keladi hamdi. Rasulullohning sahabaga, sahabadan tabiinga keladi. An İmam Buxoriy, İmam Muslim bular nimaga bularga tadvin davri deymiz. Toplash bir yerga hadis toplash davri bo'lgan. O çağda bular hamda buningki sahih hadisni, zaif hadisni hemen ayırıp toplagandan bunu nima rivoyat qildi deyiladi hamdi. Raval Buxoriy, Rava İmam Muslim deymiz masalan. Bunun ma'nosi ani toplab bizga yetkazdi degan ma'noda. Demak, bu yerdagi bizniki bu hadislarni rivoyat deyishdiki sabab ozg'unlarninki nima qilgan o'xshash bu so'z cho'chak yoki asli yo'q bir yani teppagan gap emas. Bu isbotlangan Payg'ambar alayhisalom deganligi, qilganligi o'zininki usuli bilan isbotlangan haqiqatni yetkazganlikni biz nima deymiz? Rivoyat deymiz. Xo'sh, xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda ustozim shu yana o'ttirib qo'yilayotgan shubhalarning biri shu. Balki islom va biz va boshqa shu islom programmalarimizda qanchadan qatam o'ttirib qo'yilgan masala bu. Bu kiyim-kechak masalasi, ayollarningki, xonim-qizlarning kiyim-kechak masalasimi pat-pat shuni o'ttirib chiqariladi. Bu arabni to'g'riganlik u degandek. Mush masala haqidami? Bismillahirrahmanirrahim. Bizningki milliy va islomiy kiyimlarimizning hech biri Arabning kiyimi emas. Mayli jahiliyatdagi Arabning bo'lsin, hozirgi Arabning bo'lsin, Arabningki emas. Erlarning mushundaq, ayollarning mushundaq hamda hech birisi undaq emas. Masalan, bizda burun ulamali bu masalani hal qilib bo'libdi ekanda, 1000 yil burun islom kirgan vaqtda hal qilib bo'libdi ekan. Shu chaqdan tortib masalan yosh bolalarningki kiyinishi, o'ttir yoshliqlarning kiyinishi, yaşanğanlarning kiyinishi hammasi milliy adab axloqqa, islomiy axloqqa o'dil keladigan shunda munosabat. Ayollarning masalan qizlarning kiyinishi, to'y qilgan juvon bo'lgan qizlarning kiyinishi, onun 40 yaşdan aşqandan keyin kiyinishi, yaşangandan keyin kiyinishi hammasi islomga uyg'un ashundaq. Milliy hem islomiy ashundaqda hamda bu arablarniki qarasak hech qaysiga o'xshamaydi hamda u. Hech qaysi o'xshamaydi. Masalan, bizning bir ortiqchiligimiz yana bizningki millatimizningki sirtqi chiqqan kiyim bilan uy ichida rahat o'tira oladi. Uy ichi masalan bir qo'shnilar kirsin yoki tuqqanlar kelsin, voy bir kiyimimni almashtirsam bo'ldi, anda bo'lsa bunda yugurish yo'q bizning vatandacha. Shunga ishni qaqbayla usib kiraverib qayish va. Demishqa, "Ma'mu xotirjam, amu xotirjam." Chunki uyda o'tirgandimi, shu nayt mukammal to'liq kiyinib o'tirdi erlarmi bolalarning oldida xuddi mehmonning oldida o'tirgan kiyinib o'tirdi. Biz bu adab axloq bor. Ayollarmi xuddi nomahramning oldida o'tirgan o qadar bunda bo'lmasmi ish qilib, ya'ni bir tuqqunning oldida
ve qo'shnilarning oldida chiqalaydigan shaklda, ya'ni mehmon tuyuqsiz kelib qolsa, yugurib ketgan shaklda emas, bunda o'tiradi. Başqa millatda bu yo'q ekan. Bizning Uyg'urda bormi shu. Buning qaysi bir Arabda bor, masalan, Arabdan oldik desak. Mayli Arabning jahiliyatga Arabni deyli, hozirgi Arabni deyli masalan. Endi masalan, bu hozirgi Arab musulmonlarningki abaya kiyib oldi masalan, bütün bedenini yapıdı şuna, yüzünü tartib hammasini yapıdı. Bunu aşı Hristiyanı mı kılıdı, Yahudisi mi kılıdı, Müslüman mı kılıdı, hem de otur şerikte hemmisi ba. Müslümanlar bunu Allah'ın emri dep kılıdı. Allah'ın emri dep yani bulanınki hem milli hem dini kiyimi bu hem de. Ama öğü kiygendinken o başqacha hamda. Onun bilan ya qo'shnisini oldiga chiqolmayotgan, ya mehmonning oldiga chiqolmayotgan shaklda yurdi. Ama bizning Uyg'urning ortiqchiligi biz mukammal yurimiz, burundan tortib yurimiz. Ham keyin buzilib ketganini hisoblamaymiz. Bizning demak bizning hech qanday milliy kiyimimiz, milliy va diniy kiyimimiz Arablarning kiyimi emas. O'zimizga xos ulamolarimiz ayni belgilab bergan kiyim. Şuna bunu Araplarninkini kiyib oldi, onu kiyib oldi, bunu kiyib oldi degan bir yolg'on. Endi biz keyin 15-20 yilning ichida ma abayini kishilar akirdi-da. Endi bu shuni kerak markaziy musulmonlarninki, dunyodagi musulmon ayollarning ba'zisi hamma yerda kiydi-ya buni. Buni endi islomiy kiyim deb kiydi. Bizning Uyg'urlarimizmi ham qora ranglik, diqqatni chekmaydigan, ham bu badanda abda yo'gab turgan deb islomiy kiyim deb qabul qilib kiylik, ammo bizning tarixdan bir kelgan milliy kiyimimiz emas. Shu. Buning bilan biz Arabning kiyimini biz kiyib olgan bo'lmaymiz endi uni. Bizning xalqimiz agar shuni keyingi vaqtman qabul qilgan bo'lsa, islomiy kiyinish Allohning amrini tutma, badanni yo'gayman deb qildi. Ama bizden burun Arabını doğrayman dep emas. Anda Arabını doğraymiz dep emas endi herkes. Burun kılamı abayı icad oluştun burun, biz abayını körüştün burun, vatandaki yalıngaç yüremde herkes andak emasdi. Bay diyen yoksa kızlarının mükemmel, toy kılganlarının mükemmel, juvan boğanlarının bir işkin tukkanının mükemmel, yaşınıp kalganlarının mükemmel, hemmisininki, bula bu Türkiye milletlerinin hemmisi de aşı muayyen yaşqa belgilengen aynı kiyimler var. Hem İslami hem milli şunda uygun kildiğen. Bizning başqalarını ekilip qabul qilishga hech qanday hojatimiz yo'q şekilde mükemmel var. Şu an bizniki hech qaysi bizning yani milli İslami kiyimlerimizni biz başqalardan qabul qilmadik. Ulamolarimiz Qur'on sunnatninki ruhiga asosan belgilab bergan bo'yicha davom qilib kelgan. Hozirgi xonim qizlar masalan shu ko'pincha balki ham vatandagi sil degandek unda bir shaklda mesela analarimiz, cho'g'anlarimiz ko'rganda ularning kiyimlari ham haqiqatan yo'q qo'yamdi hozir. Vatanda Xitoy majburiy uni yo'q qilyapti ham deb. U yerda milliy an'anamizni qo'g'diyolmaganligimiz uchun har xil sabablar bilan biz kichik vaqtimizda bordi endi ular. Kichik vaqtimizda bordi. Hatto biz yalang'ochda yuritgan ayol yo'qdi bizning shaharda. Küçük vaqtimizda. Endi zaman o'zgarib ketdi, ayna bulab ketdi. Lekin bunda bulab ketganligi bu buzilganligi. Lekin endi boshqalarningki kishilarga Yevropaninki, Xitoyninki, Rusninkini qabul qilib bunda qilganlarni ayiblamaydi. Uni ayblamay, musulmonlar badanni abda yo'ga bunda qilsa Arabninkini qildi deb ayblayotdi, ta'tirishga bo'lyapti endi bu ishlar. Bu halbuki Ali yasansa ben İngilizce taraqqiy qilgan millatga o'xshayman deb yasanıyotidu. Ama musulmonlarning kiyigini men shu haqiqiy musulmonga o'xshayman, Allohning amrini tutman degan yaxshi niyat bilan qiladi. Asli meni madhilash kerak, ani sukish kerak. Ama ish ta'ti yo'l olib qolib, uliga hech kim gap qilmaydi, shu musulmonlarga hujum qildi. To'g'ri. Xo'sh, unda bo'lsa ustoz Abayxi sizniki so'zniki davom etdi. Hadis qanday saqlangan, qanday yetib kelgan bizga? Bu so'g'ir javob berishni buni qarimning gapiga bir qo'shimcha qilib o'tay. Xo'sh. Islomda islomiy kiyimga qo'yilasi yo'q. Payg'ambar alayhisalom kelgan vaqtida, payg'ambar bo'lgan vaqtida, payg'ambar bo'lishning oldida arablar qanday kiyingan bo'lsa, da kiyinatdi. İslamiyatın ilgirimi. Ayallımı şu, İslam epkagini avratni yo'gash. Avratni er kishininki avrati qaysi? Qayadan qayagacha? Buni yo'gash farz. Ayol kishining avrati nadan nagicha? Buni yo'gash farz deb belgiladi. Belgilagandan keyin endi bu avratni qanday yo'gisi bo'ladi?
qaysi rangli kiyim bilan yurgisi bo'ladi. Her millet özünki kiygan kiyimi yurgisi bo'ladi. Şuna dünyadaki 2 milyar Müslüman var. Her millet özünün kiyimini kiydi. Hem adamdaki qara abaya kiyib olishimiz yo'q. Bu qara abayaga so'kkanlik emas, endi haqiqatni deyish. İslam bir İslamiy kiyimda bir kiyim hep kelmagan. Peygamber Aleyhisselam sırtın Mısır'dan, Yemen'den, Endoneziya'dan hediye qilingan kiyimlarni kiygan. Ayallama shu deyip. Medine'de Yahudiler bo'lganligi uchun Yahudiler İslamdan burun mu shunday abaya qara kiyim kiygan. Hijab oyati tushgan vaqtida annikinizga nimalar sahaba ayollar shunday kiysak obdan yurgunimizkan deb kiydi degan gap bor. Bu şuna bizningki qarama başta degandek bizning millatimiz musulmon bo'lgan vaqtidami olimlarimiz hamiz bu haqiqatni bilganligi uchun o'zimizningki milliy kiyimimiz bilan Alloh taolo yo'gashni buyurgan yerni yo'gab yashagan. Xo'sh. Yine shunday yashag'il bo'ladi. Ammo texmi yaxshi qilibdi mamdaliqa mavu. Bu masala yuzni yo'gash yo'gmaslik masalasini keladi. Yani bizning Hanefi mazhabda yuzni yo'gash farz emas ayol kishiningki. Boshqa nimalar farz degandan keyin bular Saudiya Arabistonidagi nima ulamolar bular hamda shu farz degandan keyin hamma yani yo'gash uchun abayni kiygan. Saudiya Arabistonda hamma odam abaya qayerga berib başka bir kiyimni kiyib olsa diqqati sotildi. O joiz emas. Ammo hech kim abaya kemer qayerga berib abayni talog'i chiqsa o joiz emas. Nimishqa asli bir tasatturdan maqsad Alloh taolaning maqsadi islomningki maqsadi erlar bilan ayollarning o'rtasidagi buzg'unchilikni oldini olish. Unda olgandan keyin erlarning diqqatini tortmaydigan narsa kiyish. Jamiyatda. Hech kim kambag'al bilasini chiqib kiyib ko'chaga chiqsa ham qaraydi unaga. Qancha yuzni o'g'asini. Arabistonda endi qiladi. Ayol chiqsa mashinada to'xtab berib, endi yuzni ko'ramisin, endi qarab turadi axaqlar. Onun uchun biz bir haqiqatni bilishimiz lazım. Tamam, abaya kiyishni xohlagan qizlarimiz, ayollarimiz kiysin. Shuni yaxshi ko'ribdi, hamma badanni yo'g'atgan. Ammo bizningki o'zimizningki burunqi o'xshash kiyinib kiysin. Ammo shu haqiqatga bu nima avratni yo'g'ash farz. Ammo hech bir yerda islomiy kiyimda binoz olib kelmagan. Shuni bilsak masala hal bo'ldi. Hamda suolga kelsak, hadis qanday saqlangan degan masala. Biz hamda 15 asrdan keyin hozirgi insonlarningki tafakkuri, hozirgi o'ylash, hozirgi taraqqiy qilgan jamiyatningki nimasi bilan 15 asrning oldidagi hadisga gap qilish to'g'ri emas. Biz buni shu 15 asrning oldidagi yerga berib, shular qanday yashagan, qanday bu hadisni qanday o'rgangan, buni nima qilishimiz lozim. O'tirib qo'yish lozim. Shunga hamda bu xuddi 200 yil keyin yozilgan degan gapni taqtidi. 200 yildan keyin yozilgan degan gap nima degan gap bo'ldi desa, Payg'ambar alayhisalom vafot oldi, sahobalar vafot oldi, din ayrılib qoldi, uzilib qoldi. Keyin 200 yildan keyin bir odamlar chiqib yozib chiqdi degandek bir gap bo'lib qoldi. Xo'sh. Unda gap yo'q. Shu Rasulullohdan tortib bugungacha hech qanday o'tira uzilib qolgan bir ish yo'q. Hamma narsa Rasulullohdan, shu Rasululloh qilgandek kerakli hozirgacha. Bizning o'qiyotgan namozimiz, qilayotgan ishlarimiz, diniy ishlarimiz hammasi shu bo'yicha kerakli. Endi buni bilish uchun bir necha nuqtani bilish lozim. Bu nimaga? Oldi bilan bu shu chaqdagi arab xalqi hamda Makka Madinada yashayotgan, xususan Makkada yashaydiganlar adabiyot nimasidan yuqori
hech kimni o'ziga tan qilmaydigan, ammo o'qish yozishni bilmaydigan xalq edi. Uning uchun bular tutib olish qobiliyati nihoyat yuqori. Bular o'zining tarixlarini, nasablarini, shu rivoyat yuqori deganimizdek ig'izcha anglatish orqali davom qildiradi. Hatto savdo tijorat ishlaridagi hisob kitoblarini ig'izcha qiladi. Yani unutib qoldigan nima qilgan ish oz bo'ldi. Biz o'zimiz ko'rdik. Misrda 7 yil o'qidik, Saudiya Arabistonda 20 yil yashadik. Hozirmi arablar boshqa millatlarga nisbatan tutib olish qobiliyati yuqori. Bir narsani shunday bir anglab olsa unutib qolmaydi. Masalan, sizni bir qatim ko'rsa, 10 yildan keyin ko'rsa ismlaringiz bilan chaqira oladi. Biz necha qatim hayron qoldik. Voy, Abdulla hatta aytdi, men tanimayman. Sizni men falan yerda falan chaqda ko'rishgan deydi misol. O millatniki bir alaydilik endi. Ammo Payg'ambar alayhisolamning vaqtidagilar texnik kuchliqdi. Bu aloqa tutib olish, chunki nima yeziqchilik bo'lmagandan keyin shunaqa tayangandan keyin tutib olishga, o tutib olish qobiliyati nihoyat yuqori saviyaga chiqqan vaqt. Shunga ular favqulodda tutib olish qobiliyati kuchlikda. Ikkinchisi bu arablarda yuqorida dedik aynan she'rni bak yaxshi ko'rdi bular. O'zininki qayg'ularini, urushlarini, g'alabalarini, mag'lubiyatlarini, boshqasini hajva qilgan nimalarini, maqtashlarini hammani she'r orqali ifodalaydi. Uzun qasida degan she'rlarni yozganlar o'ltirib she'r yozmaydi. Ig'izcha shu tug'an yerda aytgan so'zlar ketadi. Uni anglaganlarmi yana shu unutib qolmay boshqalarga yetkazoladi. O tarixdan shunday nima qilib keraklik. Şuna jiq narsalarni bular she'r orqali yetkazadi. O she'rlarni hammadan asosliq biladi. Shunga bu nimani tutib olish qobiliyati, bizni saqlash, bizni yetkazish qobiliyati yuqori ularniki. Endi bu shu chaqdagi arablarniki nimasi? Alaydiligi. Şimdi islom keldi. Islom kelgandan keyin nima bo'ldi desa, islom kelgandan keyin musulmon bo'lgan har bir musulmon Payg'ambar alayhisolamning bir so'zini anglab olish uchun shunday diqqat qiladi. O bizga o'xshash xonimning oldida o'tirib, uxlab o'tirib gap anglamaydi ular. Anas roziyallohu anhu gapi var. Rasululloh so'zlasa biz beshimizda bir qush var. Qush uchib ketmasin deb, shunday o'tirgandek o'tirdik deb. Shunday diqqat bilan o'tirib anglaydi. Ondan diqqat bilan o'tirib anglagandan keyin uni esida saqlab oladi. Payg'ambar alayhisalom mayli Qur'oni Karimdan bir oyatni menga bugun vahiy keldi deb o'qib bersin ularga. Mayli nimaga o'zi so'zlasin bir narsani. O sahabe kiramlar onu nayet dikkat bilan anlab esida tutup boshqalarga yetkazadi. Endi bunday gap. Rasulullohning qishda masalan nazir miyadi bo'lsa, biz uchimiz gapni angladik. Al sirtda boshqa musulmonlar anglamagan. Meshadan chiqiblam boshqalarga yetkazadi uni. O yo'lda uchirgan kimga voy to'xtang Rasululloh bugun bunday dedi, unday dedi deb. Ani yetkazayotgandan keyin o unutib qilish nimasi tuvallaydi. Onundan o anglaydi, onundan o anglaydi. Mushundaq bizga nimani hadisni yetkazadi. Payg'ambar alayhisalom anglagan gaplarni va oyatni. Hamda oyatni yozdiradi deymiz ya, katib vahiy vardı. Ama hech kim o yozdirganiga tayanmagan. Shu yodlabog'iga tayanadi. Namoz o'qiganlar, hech kimning qo'lida Qur'on yo'qdi degankidek. O Resulullah'ın yazdıp koyduğuna nimaga teriga yoki bir qo'zaqqa yazgan da hadisda bayna. Onu bize saklab qo'yaqlik. Ama sahabeler qanday qiladi? Resulullah'ın ağzıdan anglığını bilen namaz o'qiyapti, ağzıdan anglığını amal qiladi. O hech kim qo'liga Qur'onni tutib, qog'ozni tutib, oyat bilan o'qitgan ish yo'q o'chaqda. Bu haqiqatlarni bilsak o'chaqda hadisga shak qilishga hojat qolmaydi. Mushundaq nima? Ikkinchisi, yeni bir hamda Payg'ambar alayhisalom so'zi odatdagi insonning so'ziga o'xshamaydi. O
Peygamber Aleyhisselam nayet kıska. Hazır hadislerde okuyunca bir satır keledi ya kelmeydi o nurgun hadis. Nayet kıska, manisi nayet çunqur, nayet bek hikmetlik gap kılattı. Bunda gap kılgandan bu gapni anlagan adam derhal tutub aladı. Mesela müşahidik hazır biz yarım saat, bir saatte kılgan mesela Resulullah 2 kelime bilen düşündürüp ötüttü. Onda oğandan keyin Resulullah'ın sözünü tutuveriş onu anda kıynamasdı. O bizning gapimizni anlagandak bir profesörningki leksiyasini anlagandak kancha yaqin bo'lgandan keyin o tutuverish nima qiynamasdi. Şoňa sahabeler o Resulullah'ın çonqur hikmetlik sözünü anlagan zaman eside saklap tutup alatdı ve başkalarına yetkizdi. Beşincisi sahabe-i kiramlar Resulullah'ın bir sözünü anlaş ya ki onun Resulullah'ını görüş için bek herismen boğallık için vakitla tapsa Resulullah'ın kışkı bağlı, mescidki bağlı, Resulullah nerede olsa berip köreşkiyle herismen idi. Hatta işi çıkıp kalsa başkaldın ben yokken Resulullah nimdidi, kandak oldu deyip sorap ügün etti. Hatta sahabeli bir yerden gelsi üyüge girmeyi turap deydi. Resulullah'ın kışta kalan sahabelinin üyüge verip on Resulullah bilen boğan ben yok vaxtıda kanday gaplı boldu bir şey geldim o nimdidi deyip ügünü bitip an üyüge varattı deydi. Bazı sahabeler birisi bilen kelişip ben bugün işki varay sen Peygamber Aleyhisselam'ın kışta tuğun Resulullah'ın sözünü anlayan vakalını bakın ben kelgen mandapta ata men Resulullah'ın kıştıra sen işki vaqında bundaq kelişetdi. Ömer radıyallahu anh aşında kalgan. Muşunda kılıp Peygamber Aleyhisselam'ın hiçbir sözünü kaçırmaslıkka, anlıverişka, muşunda herismen de ola sahabe-i kiramlar. Ondan keyin bu Peygamber Aleyhisselam özümü kişiler nimaga tashviq qilatdi. Meyada bo'lganlar yo'qligi anglatsin ma gapimni. Hatta hadisda bor. Meyada bo'lganligi anglatsin, balki anglag'uchi anglatquchidan olimroq bo'lishi mumkin. Ammo gap bakroq tushunadigan bo'lishi mumkin deb. Peygamber Aleyhisselam shunday nima qilib turgandan keyin, tapilab turgandan keyin o sahabeler bunga shunday ahamiyat berib, bisi-bisiga shunday nima qilib turadi. Şoňa bu nimenki anda Peygamber Aleyhisselam anlagan hadisinin unutulup ketişi nimesi ondan keyin hamda Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri köpüncüsü amel, iş. Namazını mında okuyun, rozunu mında tutun, maaşını mında kılın diyenden ibaret. Anda bu Peygamber Aleyhisselam'ın buyruklarını şu çağda icra kılır o sahabeler. Küllük hayatı bada. Degan icra qiladi. Icra qilgandan keyin meyada nima ish o'tirsa Rasululloh buyurganlik uchun, mana shuni ish qilsa Rasululloh buyurganlik uchun, ana nima ish qilmaysa Rasululloh cheklaganlik uchun. Bunda aytgan gap. Masalan, eng oddiy bir misol beray. Abu Hurayra radhiyallohu anhu deydi, Peygamber Aleyhisselam o'ng tarafingizga qarab tukumanglar. Chunki farishtalar aziyat chekadi deganda men hayotim bo'yicha o'ng tarafimga tukumadim deydi. Bu bizga nisbatan oddiy bir gap endi. Sahabe shunchalik bir oddiy ishni hargiz sal qaramaydi. Undan olgandan keyin amal qilinib kelgan bir narsa unutilmaydi. O amaliyotda kunlik hayotda ijro qilinib turgandan keyin u unutilmaydi. Yine ham de o'tgan programda qarim dedi, Peygamber Aleyhisselam'ın hayat vaqtida ba'zi sahabeler Resulullah algan sözlerini yozib olgan hadislerini. Yozib olganlar va Resulullah başkaları yezip evetken hadisler var. Nimeden alqa başka Müslüman bo'lgan Irak'taki kabileleri keletti. Elçi evet etti. Peygamber Aleyhisselam'dan bir gaplarını sorap, nima qilib keldik. Ularga ba'zisiga yozdirib beratdi. Nimalarni. Ular bag'anda qilgan ishlarini. Undan qilinglar, bundan qilinglar. Bu ashunday saqlanib kelgan. Onun uchun bu Peygamber Aleyhisselam'ın vaxtida yaşayan sahabenin hayatını aşı boyunca göz aldığımız akaga vaxtımızda bunun da andağılıqı biz hazır oylaganda bir gün anlap unutup kaldıkan iş yok edi.
Şuna bu hadisler aşındak ağızdan ağızga rivayet kılınıp yani yetküzülüp ameli hayatta amel kılınıp ve yadlanıp yine bir ikinci bir evlatga yetküzülüp kelgen. Onun da hiçbir şüphe yok. Hem de programımız uzak ketmesin de müşahede gidecek olsun. Ama bundan keyinki sahabının kinden boğan ona inşallah kelkan programımızda yine kılarız. İnşallah. Köp rahmet Allah razı olsun. Vaktimiz bu. Toşti müşahede bugünkü programımızı ahırlaştırsak. Kadirli görürmelerimiz, şuna kadar bugünkü sahnimizde müşahede ahırlaştıraydı Rabbim. Ömür versin inşallah. Aldığımız iki sahne yine devamlaştırırız. Rabbim bu düşüngen, sözlengen mezmunlarga tuluq düşünüp şu şekilde bazı nurgun kaymoqturuşlarga cevap tariqasida özümüzni bilimge ega qilishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.